İslam ve insan təbiəti. Abdori Muhammed Yusuf. İnsan təbiəti İslam dini bilan tamamen maslaşıdı. Hər qandaq adam İslam dinini qəbul qilishqa hazır bo'lgan holda dunyoga keladi. O tərbiyə, ailə və muhit qatarlıqlarının təsiri bilan ya musulmon bo'lib yetildi, yoki boshqacha bo'lib yetildi. Peygamber aleyhisselamның hər qandaq bala İslam dini itiraf qilishqa hazır bo'lgan təbiəti bilan tug'ildi. Onu ata-anası ya Yahudi qılıdı, yoki Hristiyan qılıdı, yoki Mecusi qılıdı degan hadis bunu ifodalaydi. Qur'on Karimda bu haqiqatni o'ttirib qo'ygan oyatlar intayin ko'p. Ey payg'ambar, sen to'g'ri dinga, Allohning diniga yuzlanginki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan, Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Bu to'p-to'g'ri dindir. Lekin insonlarning ko'pinchisi buni bilmaydi. Bu ayet her qandaq insanның Allah'ның bir işkənligini asas qılğan haq din bilan tug'ilganligini ifodalaydi. İnsan təbiətində Allah'a işiniş eňi tug'ilishdan beri bardır. Bəzi çağlarda, bulubmu rahat parağatlik çağlarda insanların qapıllığı səbəb bilan bu din ularning qalblaridan kötürülüb ketidi. Hatta ular Allah Taala'ni unutub ketidi. Amma ularning başlarına ağır kunlar kelib, onundan qutulish uchun çaresi tükkan, atrofdagilarning yordamidan umidi uzilgan vaqtda bu din ularning qalb qatlaridan portlab chiqadi. Shu vaqtda ular bütün kamali ixlos bilan Alloh taologa yuzlanib, uningga munojat qiladi. Uningdan yordam so'raydi. Bu insonlarning xarakteridir. Qur'on Karim bu haqiqatni bayon qilib, mundaq deydi. İnsanның beshig'a biror baloy afat kelsa, o Rabbiga yuzlangan holda duo qiladi. Ondan Alloh uning duosini ijobat qilib, o'z fazlidan uningga ne'mat ato qilgan chaqda, ilgari uning qilgan duosini unutib ketadi. Alloh taoloni itrof qilishdan qochadiganlar tabiatga sig'inmoqda. Bularning falsafasi xuddi podshohga isyonkorlik qilib, jalloddan madad tilgan isyonkorning falsafasiga o'xshash bir mantiqsiz falsafadir. Təbiətə çoxunuş butpərəstlikning zamonlashgan yangi nom bo'lib, inkor mavzusida yangilik yo'q. Atalg'ular o'zgargan bo'lsa-mu, butpərəstlərning mantiq o'lchimi o'zgargani yo'q. Təbiətmi Alloh taolo yaratgan mavjudotlar qatoridagi bir asar yoki san'at. San'atkorni inkor qilish uchun san'atni san'atkor deb bilish izohning emas, balki haqiqatni e'tirof qilishdan qochganlikning ifodasidir. Haqiqatni e'tirof qilishni xohlamaganlar hamma narsani tabiat yaratdi yoki tabiatning taqozosi deb qutulmoqchi bo'ladi. Afsuski, hozirgidek fan texnika va uchur davridimi bu xurofotga ishindigan insonlar mavjud. Dunyoga dangliq Lisan al-G'arib nomli buyuk qomusning avtori Ibn Manzur tabiat atalg'usining so'z yiltizi bo'lgan so'zi to'g'riliq mundaq degan. Her narsaning xosligi va o'zgichiligi deganlik bo'lib, insonning yaratilishdagi o'zgichilik xosligi uning tabiati hisoblanadi. Ish harakatni o'rindag'ich emas, balki o'rindalg'uchi ma'nosida keladi. Ahvol bundaq ekan, tabiat yaratquchi yoki paydo qilg'uchi va yoki biror ish qilg'uchi bo'la olmaydi. Her narsani tabiat yaratgan deguchilardan tabiat degan nima deb so'ralsa, ularning ba'zisi tabiat yoshirin kuch deb javob berdi. Biz bu javobga qo'shilgan taqdirda tabiat Alloh taoloning kuch-quvvati bo'lmay nima? Yana ba'zisi tabiat shaylarning sifatlari va xususiyatlaridir deb javob berdi. Tabiat bu holatda qandoqmi yaratquchi bo'la olsin? Yana ba'zisi tabiat shaylarning o'zidir deb javob berdi. Bu deganlik shaylar o'z-o'zini yaratgan degandan iborat safsatidir. Tabiat Alloh taoloning san'atidir. Tabiat o'zligidan ta'sir ko'rsatadigan mutlaq kuch emas, balki u ta'sir ostida qolgan ojiz bir san'at yoki asardir. Tabiat o'ziga yetakchilik qiladigan sidqi mutlaq irodaga bo'yin egish orqali shakllandi va yangi yoritilishlar uchun maydon hozirlaydi. Koinot va uningdan har bir san'at biror binoga, biror rasmga va biror kitobga o'xshaydi. Bularning yaratilishi o'zidagi shaylarning xarakteridan kelib chiqqan deguchilar xurofotchilardir.
Chunki birər bina qurub chiqishda oldi bilan uning planini sizish uchun injenerga va uni shu plan bo'yicha bitirib chiqish uchun binokorga ehtiyojli bo'lgan yerda koinotdagi har bir san'at va har bir mavjudot ma'lum bir o'lcham, ma'lum bir qonuniyat bo'yicha maydon kelish uchun birər yaratquchiga muhtoj emasmi? Qur'on Karim bu haqiqatni jakorlab mundaq degan: barcha maxluqotni yaratib mukammal qilgan. Yashash yo'llarini taqdir qilib, ularni uningga yetaklagan. Zimindan o'simliklarni chiqarib berib, andan ularni qup-quruq o'txasga aylantirgan ulug' Rabbingning ismini pok deb e'tiqod qilgan. Tabiatga qartilgan burchimiz. Allah yaratgan jonliq, jonsiz har qanday narsaning biz insonlar uchun bevosita yoki vositali holda alohida vazifasi va foydasi bor. Biz mavjudotlarning har birining bizga qanchalik foydali ekanligini har vaqt bilolmasligimiz mumkin. Ammo Alloh taolo hech bir narsani bekorga yaratgan emas. Şoňa mavjudotlardagi go'zalliklarni, yaratilishdagi hikmatlarni bilishga, foydalanishga tirishimiz. Alloh taolo yaratgan mavjudotlarning foydasini ko'rganimizda Alloh taologa shukr ado qilishimiz. Alloh taolo tabiatga bekitgan tenglikni buzmasligimiz lozim.